Assalomu alaykum Vatan tibbiyot markazi kuzatuvchilari. Bugun jigar yog' bosish holatlari haqida gaplashamiz. Bu shifokorga borsangiz ham, bu shifokorga borsangiz ham, ya'ni uzuv tekshiruvi natijasida xulosa bitta, ya'ni jigar yog' bosishi. Xo'sh, jigar yog' bosish holatlari sabablari va ularning aynan qaysi mahsulotlar foydali, qaysi mahsulotlar zararli haqida gaplashamiz. Ikkita asosiy mahsulotimiz, ya'ni foydali va zararli mahsulotlarimiz. Birinchi navbatda biz to'xtalib o'tadigan mahsulotlarimiz aynan foydali mahsulotlar haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni to'ymagan yog' kislotaga boy mahsulotlardan biri bo'lgan bu avokado o'simligi. Ya'ni bu avokado o'simligini biz iste'mol qilish orqali biz uchun jigarda yog' bosish holatlaridan qutulamiz. Xo'p, ikkinchi asosiy mahsulotlarimizdan biri bo'lgan bu aynan vitamin E ga boy mahsulot kungaboqar pistasi, ya'ni antioksidant. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizdan eng asosiylaridan biri bu yashil o'simliklardan biri bo'lgan bu brokolin hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Aynan bizda foydali mahsulotlarimizdan to'ymagan yog' kislotalari aynan yong'oq haqida gaplashadigan bo'lsak, yong'og'imiz aynan antioksidant hamda to'ymagan yog' kislotasiga boy. Keyingi mahsulotimiz bu losos balig'i, ya'ni omega 3 ga boy to'ymagan yog' kislotasi aynan jigarning yog' to'planishini oldini olishda asosiy o'rin tutadi, ya'ni ham plus bu yallig'lanishga qarshi hisoblanadi. Keyingi mahsulotlarimizda davom etamiz, ya'ni bizda foydali mahsulotlar davom etadi. Biz uchun ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan kofe. Aynan kofe orqali biz kuchli antioksidantlik xususiyatini namoyon qilish orqali jigarda yog' bosish holatlarini oldini oladi. Mahsulotlarimizdan keyingisi davom etadi. Aynan bizda keyingi mahsulotlardan biri bu grechka. Grechka aynan buning tarkibida antioksidant plus vitamin A ga hamda temir mahsulotlariga boyligi bilan bir tarafdan ham temir tanqisligi anemiyasini, ham bir tarafdan jigar yog' bosish holatlarini oldini olamiz. Mahsulotlardan keyingisi esa bizda sevib iste'mol qiladigan ko'k choy. Aynan ko'k choy bizda to'g'ri tanin moddasi bo'lganligi bilan jigarda antioksidantlik namoyon qilish orqali bizda jigarning yog' bosish holatlarini oldini oladi. Xo'p, bundan tashqari bizda to'ymagan yog' kislotalarini davom etamiz. Aynan zaytun yog'ini o'zini iste'mol qilish, ovqat tayyorlash hamda har xil retseptlar, aynan limon orqali va imbir orqali retseptlar tayyorlash orqali bizda jigarimizni himoya qilishimiz mumkin. Keyingi mahsulotlarimizdan, ya'ni pirolovka, ya'ni ovsyanka mahsulotimiz. Bundan ovqat tayyorlash, kasha tayyorlash orqali biz o'z jigarimizni himoya qilamiz. Xo'p, undan tashqari bizda yashil mahsulotlardan biri bo'lgan bu brokolinni o'z tanishtirib o'taman. Aynan brokolinda har xil salatlar, kletchatkaga boy bo'lgani uchun jigardan tashqari ichakning disbakteroz bo'lishi, ich qochish holatlarini oldini olgan bo'lamiz. Xo'p, bu aynan foydali mahsulotlar edi. Endi bo'lsa zararli mahsulotlarga to'xtalamiz. Endi esa bizda zararli mahsulotlarga to'xtalib o'tamiz. Zararli mahsulotlarimizdan aynan biz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlardan va eng ko'p iste'mol qilib sevimli iste'mol, ya'ni yoshlarning sevimli iste'moli bu energetik ichimliklar. Xo'p, aynan energetik ichimlikning tarkibida to'g'ri yuqorida aytdik, kofein mahsuloti bor. Lekin undan tashqari kofeindan tashqari bunda konservantlar hamda kanserogen mahsulotlar bo'lganligi uchun ham bizda jigarda aynan yog' bosish holatlari hamda oshqozon osti bezida pankreatit chaqirish xususiyatiga ega. Xo'p, undan tashqari bizda gazli ichimliklar mumkin emas degan ko'pchilikda aynan xalq orasida gazli ichimlik deganda bitta narsani tushunish kerak. Gazli ichimlik shirin bo'lmasligi, uning tarkibidagi shakar hamda konservantlar va kanserogen mahsulotlar bo'lmasagina gazli ichimlik mumkin. Lekin gazli ichimlikning tarkibida shakar, konservantlar va kanserogen mahsulotlarga yaqin mahsulotlar bo'lsa, demak biz gazli ichimliklarning aynan shirinni iste'mol qilmasligimiz shart hisoblanadi. Shu orqali bizda jigarda yog' to'planish holatlari, ya'ni gepatozga olib keladi. Bundan tashqari bizda aynan jigarda yog' to'planish holatlari uchun bu yarim tayyor mahsulot, ya'ni chips mahsulotlarini, chunki bunda yarim tayyor mahsulotda aynan jigarda yog' to'planishida kanserogen omil, undan tashqari trans yog'larning ahamiyati juda ham ahamiyatga ega. Bunda trans yog'lar bo'lganligi sababli jigarda modda almashinuvi buzilishiga olib kelish, ayniqsa o't suyuqligida, o't tarkibidagi hamda o't qopidagi o't suyuqligining dimlanishiga olib kelishi, o't tosh kasalligigacha olib kelishi mumkin. Xo'p, keyingi mahsulotlar, ya'ni zararli mahsulotlarni davom etamiz. Zararli mahsulotlardan biri bo'lgan bu, ya'ni sun'iy sharbatlardan biri bu sharbat, ya'ni nektari. Xo'p,
Nima uchun bizga aynan sun'iy sharbatlarimizdan biri bu zararli hisoblanadi? Nimaga deganda, uning tarkibidagi yuqorida sanab o'tilgan shakar hamda konservantlar. Shakarning ahamiyati shundaki, ko'p iste'mol qilingan glyukoz, ya'ni shakar organizmda insulin orqali yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shakar iste'molini ham o'ylab ko'rish kerak. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizdan biri bu mayonez. Mayonez aynan yuqorida sanab o'tilgan trans yog'larga kirganligi uchun ham bu zararli mahsulotlarga kiradi. Xo'p, biz mana shu foydali va zararli mahsulotlarni sanab o'tdik. Endi bo'lsa biz sabablari haqida gaplashamiz. Aynan jigarda yog' bosish sabablari. Biz birinchi navbatda zararli odatlarni hisobga olishimiz kerak. Zararli odatlar deganda aynan nikotin va alkogol mahsulotlari. Ikkinchi eng katta global muammolardan biri bu semizlik. Aynan semizlikda hisobiga ko'pgina jigarda yog' bosish holatlari davo muolajalari qilinsa ham o'zgarish bo'lmaydi. Undan tashqari endokrin kasalliklardan sabab bo'lgan aynan o'sha endokrin kasalligi semizlik va jigarda yog' bosish holatlarini sabab bo'ladi va uni ko'pchilik hisobga olishmaydi va bu narsa ko'pchilik odamlarda klinik simptomlarsiz ketishi mumkin. Bulardan biri bu gipotireoz hisoblanadi. Ko'pgina men aynan o'zimning amaliyotimda kuzataman, jigarda yog' bosish holatlarini qayta davo muolajasi olinadi, lekin UZI tekshiruvida qayta qilinganda jigarda yog' bosish holatlari UZI xulosasida qayta beriladi. Va biz unda so'raganimizda birinchi o'rinda yo zararli odat yoki endokrin kasalliklardan biri bo'lgan bu gipotireoz bo'lish holati kuzatiladi yoki aynan biz yuqorida sanab o'tilgan zararli mahsulotlarni iste'molini davom etayotganligi bo'lishi, bu eng asosiy mana shu hozirgi vaqtda jigarda yog' bosishi, ya'ni gepatozni qayta UZI xulosasida qayta xulosa berilishi va davo muolajasining samarasizligiga sabab bo'lyapti. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z savolingiz va takliflaringizni yozib qoldiring.